In any case, why the long history lesson? Because it's not history anymore. It's happening right now. Amerika harbiylarining Iso uchun jang qilishi mantiqsiz. Amerikalik mashhur jurnalist Taker Carlson AQSh harbiylariga murojaat qilib, Eronga qarshi urushni muqaddas urush deb atashda umuman ma'no yo'qligini aytib o'tdi. Eronda 1 millionga yaqin nasroniy yashaydi. Shunday ekan, agar siz bu ishni Iso uchun qilayotgan bo'lsangiz, hujum qilayotgan mamlakatingizdagi uning izdoshlariga zarar yetkazmaslik uchun bor kuchingizni sarflashingiz mantiqan to'g'ri bo'lardi. AQSh hukumati nasroniylarni talafotlardan himoya qilish uchun biror marta urinib ko'rdimi? Yo'q albatta, deydi u. Misol uchun Nagasaki, Yaponiyadagi eng yirik nasroniylar jamoasi. Shu nasroniy millati AQSh tomonidan yo'q qilingan. Iroq yer yuzidagi eng qadimiy nasroniy jamoalardan birining vatani. Salib yurishi sifatida talqin etilgan Amerika bosqini natijasida vayron qilindi. U yerdagi nasroniylar soni 1,5 milliondan 200 mingtagacha kamayib ketdi. Endi Eron 1 millionga yaqin nasroniy o'z yetakchilaridan bu Xudoning irodasi degan bahona bilan bombardimon qilinmoqda. Ushbu urushlardagi o'limlarning nomutanosib ravishda katta qismi nasroniylar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu esa mazkur urushlarning asl motivi nasroniylik emasligini ko'rsatadi. Motiv hech qachon Iso bo'lmaydi, bo'lmagan, deydi amerikalik jurnalist. Christians have a way of dying disproportionately in these wars, which tells you something about their real motive.